G'ijduvonning mashhur kulchalariga keldik. Bu degan qizig'i tandir ekan. Tandirda bekirsam chidamayman bularga. Qayerda bor shunaqa tandir? Boshqa joyda yo'q-a? Yo'q. Necha yildan beri yopasiz? Bir 20 yildan beri yo'q. Odatda tandirga faqat qo'l kirib chiqardi. Bu yerda qo'l kirib ketishar ekan. Nechta soat oldi mana shu tandirga? 12 ta. Necha marta yopasiz bir kunda? Bir kunda 10 ta. 62 ta, 600 tadan ortiq, ha? Ha. 10 tandirda. Hozir bir tomondan tugatguncha ikkinchi tomondan pishib kelaveradimi? Yo'q. Yo to'xtatasizmi qanchadir vaqtga? Ha. Bug'a qo'yamiz. Ha, bug'da pishadi bu, ha? Bug'a pishadi. O shu tandir butunicha olib kirgansizlar, yarmini olib kirgansizlar, ha? Mana yasatdik. Bu yerda yasatgansizlar. Ha. Olib kirgansizlar. Yarmini kesib. Aha. Yarmini olib kirib joyga qo'yamiz. Shogirdga bergansiz qolganini. Ha, shogirdga beramiz, sherikka beramiz. Bitta tandiringiz necha yil ishlaydi? 1 yil. Har yili tayyorlash kerak ekan-da buni. Shirmoy nimadan qilinadi o'zi? Nafut bilan bojyon, arpa bojyon. Nima uchun bu? Bu shirmoy qo'yish uchun. Shirmoy nima degani? Shirmoy degani ko'p achitqi. Drojani. Drojan, shu nima? Kulchani achitqisi bu. Nimadan iborat u? Bu no'xat, arpa bojyon. Faqat shu G'ijduvonga keyin bir Qiziltepaga bitta yana hamkasbimiz bo'ldi. Keyin yaqinga bitta Amerikaga bitta shogird chiqib yana. Ha. O'sha yo'q o'rganib ketdilar. Ko'chamdan, mahallamdan ham bitta shogirdim bor. O'sha park ko'chaga bu, boshqa joylarga ham o'g'aynilarim bu. Sizni oldin kimlar yopgan yana non? Otalari. 3-chi avlod. Akalaringizdan borasizmi? Ha? Ular ham yopgan. Yo'q. Hozirchi nima qilishadi ular? Hozir u kishi xamir ishlari bilan. Ha, bu aka Bizni yoshlikdan. siz tanigandan beri ota akasi bo'lgani uchun. Hammamiz shu. Nimadachi farzandlardanchi o'rganganlar Farzandlar o'qishga hammasi. bu hunarni olaman degani bormi? Yo'q.